Yaqinda o'zim uchun Instagram algoritmlarini qiziqishga o'qib chiqdim va meni bitta juda ham katta savol ikkilantirib qo'ydi. Bundan 3 yil oldin SMM sohasiga kirganimda hook trade boshidagi odamlar ushlab qolish qismi 5 sekund edi. Oradan 2 yil o'tdi, 3 sekundga tushdi va mana kecha qiziqish bilan o'qib chiqdim. O'zi nima gap so'z algoritmda desam, o'sha 2 sekundga tushibdi. Odamlarni bosh qismida ushlab qolishingiz 2 soniyaga tushibdi. Tasavvur qilyapsizmi bu narsani nima? Men bitta qiziq savol ikkilantirib qo'ydi. Instagram bizni qaysi tomonga olib ketyapti? O'zi tangani ikkinchi tomondan olib qarasak, o'zimiz qayerga qarab ketyapmiz o'zi aslida. Chunki Instagram ham algoritmni nimadan olib chiqadi? Hamma algoritm deyoradi. O'zi nimadan kelib chiqadi? Bu algoritm insoniyatni psixologiyasidan, insoniyat qaysi tomonga qarab ketayotganidan, insoniyat nimani ko'p ko'ryapti, insoniyatni nima ko'p ushlab qolyapti, nima ko'p jalb qilyapti. Mana shu narsalarni analiz qilib keyin algoritm qilishadi. Algoritm 2 soniyaga tushdi degani bu odamlarni qisqa dopaminga o'rganib qolishi juda ham borgan sari yildan yilga kattalashib boryapti degani. Nima endi oradan 1 yil o'tgandan keyin 1 soniyaga tushadimi? 2-3 yil o'tgandan keyin nima bo'ladi keyin? Algoritmga nima bo'ladi? Odamlarga nima bo'ladi? Men buni ta'sirini ko'rib qo'rqib ketyapman o'zim xayolimda. Misol uchun qarang, siz oddiy hayot tarzida yashayapsiz. Nimadirga erishishingizni oldingizga maqsadingizni qo'ydingiz, nimadirga erishmoqchisiz. Lekin siz 1 hafta, 2 hafta harakat qildingiz, erisha olmadingiz. Bo'ldi, tashadingiz, ketib yordingiz, boshqa biznesga o'tib ketdingiz. U biznes ham o'xshamadi, tashadingiz, ketdingiz. Unisi bilan oila qurdingiz, 2-3 yil yashadingiz, chidalmadingiz, tashadingiz, boshqasi bilan oila qurdingiz, ketdingiz. Borgan sari mana shunaqa narsalarga ketmayaptimi? Odamni sabrsiz qilib tashamayaptimi? Odamni juda ham asabiy qilib tashamayaptimi? Juda ham nervli bo'lib qolmayaptimi atrofdagi odamlar? Juda ham ko'ngli tor bo'lib ketmayaptimi? Mana shu narsalar men atrof muhitda xuddi mana shu narsalar ta'sir qilayotganini men qanaqadir savol keldiki miyamga, balkim shu narsa, mana shu narsalar ta'sir qilayotgandir. Odamlar borgan sari yildan yilga sabrsiz, nimadir qilsa natijani tez kutadigan, nimadirga erishmoqchi bo'lsa, bugun qaror qilsa ertaga erishadigan, agar ertaga erishmasa u ishni tashab ketadigan darajada bo'lib ketayotganini balkim siz ham ko'rib his qilarsiz. Men bu videoni olishimdan maqsad siz Instagramga kirmang, Instagramda video ko'rmang yo boshqa narsa qilmang demayman. Instagramda ham siz foydali narsa sifatida foyda ko'rsangiz bo'ladi. Xuddi YouTube'da 1 soat, 1,5 soatlik videolarni, roliklarni ko'rib o'tirganingizda qanchalik sabringiz chidab uni mantig'ini, ma'nosini olishga intilganingiz sari Instagramda ham xuddi mana shunaqa foydali ma'lumotlar, sizga kerakli bo'ladigan ma'lumotlar juda ham ko'p. Ayniqsa biznes egalari, biznesni rivojlantirmoqchi bo'lganlarga ham juda ko'p. Lekin men ta'sir doirasi jihatdan gapiryapman. Ozgina o'zimizni boshqarishi, ozgina internet tarmog'idan, ijtimoiy tarmog'idan tashqaridagi hayotda ham o'zimizni psixologiyamizni rivojlantirishi, ta'sir doirasida yashamasligimizni o'rganishimizni so'rab qolardim. Men bu gaplarni nimaga jon kuydirib gapiryapman? Chunki yildan yilga mana shu narsa borgan sari qisqalashib ketyapti. Hayotimizni ko'rib turibman, hayotimizda ham xuddi mana shunaqa odamlar borgan sari o'zgarib ketyapti. Bu mening o'zim shaxsiy fikrim. Balkim bu fikrim sizga yoqmayotgandir, balkim yoqayotgandir. Lekin men buni gapirib qo'yish o'zim burchim sifatida qaradim. Men shu sferada, mana shu sohada yurganim uchun ichkaridagi holat sizga aytib qo'ygim keldi. Agar sizga ham ma'lumotlarim foydali bo'lgan bo'lsa, menga obuna bo'lib qo'ying. Hali juda ham manfaatli, foydali videolar oldingizda kutib turibdi. Charchamanglar.